Shunda qo'shilish yaxshi zo'r bo'ladi. Quyonni ko'paytirishdan oldin nimalarga ahamiyat beriladi? 15 bo'lsa, menimcha ideal bo'lardi. Shu quyonni nima qilaman? Bolalari nobud bo'lgan samkam ana shu. Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan Alla Quyonchi va bugun ham foydali mavzu bo'ladi deb umid qilaman. Sababi bugun quyonlarni ko'paytirishga tayyorlash jarayonini ko'ramiz. Agar esinglarda bo'lsa, menda bitta quyon bor edi. Kaliforniya. U quyonimiz tug'di, lekin bolalari menda shubha uyg'otdi. Sababi Kaliforniya quyoni unaqa qora nimada tug'masdi, hech ko'rmagandim. Va aytganimdek bo'lib chiqdi. U bolalarning hammasi nobud bo'ldi. Avval bittasi nobud bo'ldi, keyin ertasi kuni yana bitta, keyin shunday qilib tug'ayotgan jarayonda bittasi, keyin birdan 3ta 4tasi bir kunning o'zida nobud bo'ldi va joyim bo'shab qoldi. Endi shu quyonni nima qilaman? Shu quyonni men hozir yana qochiraman. Sababi quyon bo'shab qoldi. Endi u quyonni hozir qochirsak, 1 oydan keyin plus minus tug'ish kerak. Ungacha uni ovqatiga, suviga yaxshigina qarab semirtirib olish kerak bo'ladi. Aslida uni qochirmasam ham bo'ladi hozircha. Yana bolalari 1 haftalik bo'lgan bo'lsa, 1 hafta ichida o'lgan bo'lsa, 6-7 kun bo'lib qoldi quyon tug'ganiga. Shuning uchun uni yana 20 kundan keyin xatabi qochirsam yaxshi bo'ladi. Lekin men hozir qochirmoqchiman. Buni sababi bor. Quyon tug'gandan keyin erkakka yaxshi qo'shiladi. Sabab shu. Shuning uchun hozir qo'shmasam uni boqishga uni sarflaydigan nima boshqa quvvati yo'q. Shuning uchun 1 oy ichida u o'ziga kelib oladi degan umiddaman. Bu tajriba o'zi. Hozir mana shu quyonni qochirishni o'zi kecha qo'ygandim erkak quyonga. Menimcha qochgan edi. Shuni agar kecha qochgan bo'lsa, bugun qochmaydi. Shundan bilib olsak bo'ladi. Keyin 1 haftadan keyin yana bitta tajriba qilib qo'yamiz. Hozir bo'lsa tug'ishga yaqin qolgan quyonlarimni joylaganimni aytib beraman, ko'rsatib beraman. Foydali bo'ladi deb umid qilaman. Keldim, mavzuni boshlashdan oldin qisqacha bo'lgan ishlarni aytib beraman. Hozir bugun kelib suviga qarab, ovqatini berib, mana hammasi pastga qorin to'yib qoldi. Suv ichib nima qilyapti? Aytgancha zakaz qilgan podnoslar keldi. Bularni men ataylab 2 sm qildim bortikni. Chunki birinchidan ko'p narsa ketmaydi. Ko'p narsa ketmaganligini hisobiga tez almashtirib turadi. Tez almashtirsam kamroq hid bo'ladi. Shu maqsadda bularni bortigi kam, tagidagi nimasiga ham ana u narsani men hisobga olmaganman. Shuning uchun buni ham hisobini olib 2 sm deganman. Mana buni oralig'i sal katta bo'lsa zo'r bo'lar edi. O'zimga tozalashga qulay bo'lardi. Xachabi mana shunaqa bo'lganda yaxshi bo'lar edi. Bu hozir 10 sm. Lekin bu ham kaltaylik qilyapti. Sababi 15 bo'lsa, menimcha ideal bo'lardi. Xo'p, bu hozircha shu edi. Endi qaranglar. Erkak quyonlar bu tomonda alohida turadi menda. Hozir yana bitta erkak quyon bor, u tashqarida turibdi. 3 ta kalif, 3 ta xikol erkak quyon bor. Qolgan joyda hammasi ayollar, samkalar. Mana bu yerda samkalar. Nima qilinadi? O'zi aslida quyonni qo'shayotganda samka quyonni erkak quyonni uyiga olib kirib qo'yiladi, iniga. Shunda qo'shilish yaxshi zo'r bo'ladi. Lekin menda joy tor, qochmaydi. Joy torligi hisobiga erkak quyonni boshqa joyga olaman. Lekin samkani nimasiga qo'ymayman. Samkani nimasiga samkani yoniga qo'shmayman. Samkani buni yoniga qo'yish kerak. Hozir mana shu holatda quyon birpas turadi mana shu yerda. Bu yoq bu yoqni aylanib hidini ko'radi. Va shu holatda samkani buni oldiga qo'ysam maqsadga muvofiq bo'ladi. Hozir mana bu samka, xullas ana shu samkani qo'shamiz hozir. Tug'gan samka mana shu, bolalari nobud bo'lgan samka ham ana shu. Quyonni qorni to'q shekilli, ovqatga ham qaramayapti. Quyon o'rgangan qo'liga. Ancha munchada qochmaydi.
Ba'zi quyonlar panika qilib qochib qoladi. Qo'shiladigan samkani pozitsiyasi ana shunaqa bo'ladi. Oyqo'rog'i sal ko'tarilgan bo'ladi. Ana shunaqa holatda tursa, quyon qo'shiladi. Ana shunda ikkalasi ham yiqiladi. Hozir endi samkani buni oldiga qo'shib qo'yamiz. Mana samkani olib kelib qo'ydik, ishni boshlab yuborishdi. Agar quyon qochsa, ikkalasi ham birga yiqilishi kerak. Agar erkagini o'zi bo'shanib olsa, bitta erkagini o'zi yiqiladi. Shuni ham hisobga olish kerak. Buni bir hafta 10 kundan keyin aniqini bilishimiz mumkin bo'ladi. Quyon qochdimi, yo'qmi? Agar quyon qochgan bo'lsa, ingrab turib bermaydi shunaqa. Shundan bilib olsa bo'ladi. Agar quyon homilador bo'lsa, quyon nimaga qo'ymaydi? Qo'shilishga. Ingrab ovoz chiqaradi. Agar quyon homilador bo'lsa, ana shunaqa ovoz chiqaradi. Sizlarga ham eshitilyapti degan umiddaman. Tug'adigan quyonni o'zini qafasida yoki alohida qafasga olib qo'yiladi. Misol uchun men mana bu quyonni alohida qafasga olib qo'ydim. Sababi boshqa qafaslarda radon nimasi yo'q. Endi radon deganda mana shunaqa alohida qo'yish uchun joyi yo'q. Shuning uchun buni boshqa quyonni qafasiga qo'ydim. Bu hademay tug'adigan quyon. Tug'on qo'yishdan oldin 3 kun yoki bir haftacha oldin o'ziga joy tayyorlab oladi. Xuddi mana shunaqa. Hozir bu patini yulib nima qilib qo'ygan? Shunaqa joy tayyorlab oladi o'ziga. Buning nimasiga ahamiyat berish kerak? Suvi bilan ovqatiga ko'proq ahamiyat berish kerak bo'ladi. Sababi uncha bo'lmay qoladi. Tug'ish paytida, tug'ishdan oldin 2-3 kun oldin ishtahasi bo'g'ilib qoladi. Shunda ovqati va suvi doim bo'lishi kerak. Sababi quyon tug'gandan keyin stressga tushib qoladi. Agar shu holatda ovqati bilan suv qonsa, battar stressga tushadi, bolalariga zarar berishi mumkin. Shuni e'tiborga olib qo'yish kerak. Quyon qochgandan keyin nima qilinadi? Quyonni olib qo'yamiz, bir hafta 10 kundan keyin yana qayta takroriy qo'yib qo'yamiz. Quyonni ko'paytirishdan oldin nimalarga ahamiyat beriladi? Hozir shuni aytib o'tmoqchiman. Birinchi, quyonning salomatligiga ahamiyat beriladi. Ona quyon sog'lommi, erkak quyon sog'lommi? Uni veslari joyidami yo'qmi, ashlarga e'tibor beriladi. Misol uchun kalif va hekol misolida aytaman, agar ona quyonni ko'paytirishga qaror qilgan bo'lsak, buni birinchi o'chiratda salomatligi, ovqat yeyishi yaxshi bo'lsa, vesi yaxshi bo'lsa, quyonni salomat deb gumon qilamiz. Endi vazni qancha bo'lishi kerak desa, 3 kg 200 dan 3 kg 700 gacha ona quyon uchun normal holat. Ona quyon uchun bu yaxshi ideal. Bundan ko'payib ketsa, qochish qiyin bo'ladi. Quyon semirib ketsa ham qochish qiyin bo'lib qoladi. Shuni hisobiga shu ves bo'ladi, optimal ves. O'zim tajribamda ko'rganman. Optimal vesligini. Endi erkak quyon bo'lsa, 3,5 kilodan 4 kilogacha bo'lsa, bu ham juda yaxshi ves hisoblanadi erkak quyonlar uchun. Ularning ham salomatligiga e'tibor beriladi. Keyin ona quyonga tug'ishidan oldin yoki qo'shilishidan oldin erkakka ham dori qilinmaydi. Men o'zim ivermektin qilaman. Bu qurt nimalariga qarshi, parazitlarga qarshi shu dori qilinmaydi. Tavsiya qilinmaydi o'zi. Ona quyonlarga qilinmaydi. Ona quyonlarga homilador bo'lgan bo'lsa, ivermektin qilinmaydi. Sut emayotgan bolalari bo'lsa ham ivermektin qilinmaydi. Shularga e'tibor bersa, agar biron antibiotikni biron dori qilish kerak bo'lib qolsa,
Buni avval bilib, so'rab biladiganlardan keyin qilgan ma'qulroq. Chunki bolasini tushirib qo'yish xavfi ham borda, bolasi nobud bo'lishi ham mumkin dorilar ta'sirida. Shuni e'tiborga olib qo'yasizlar. Kalif va xikol zotlaridan kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Hozirda sotuvda ham bor. Video manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Agar video yoqqan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, xursand bo'lamiz. Salomat bo'lsa, charchamaysizlar. Yana qanaqa mavzularni ko'tarishimni xohlaysizlar? Shuni aytib qo'ysalar, agar qo'ldan kelsa ko'taramiz. Qo'ldan kelmasa, bir yo'lni qilib harakat qilamiz.